Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Komol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda yangi video, yangi rubrika va bugungi videoda men do'stlarimga turli xil shartlar tayyorlab qo'yganman. Ular o'sha shartni bajaradi va bajara olsa puli to'ladi va video nomi Eplasang YouTube ol. Ishtirokchilar bilan tanishtirib o'taman. Azim Chikvanis, Jeko Vanis, Joloni va Shohruz CV janoblari. Let's go! Bu yerda so'kish bo'lmaydi. Oilaviy, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Qizlar yo'q, bu yerda. Qizlar bormi yo'q, saviyali insonlar yig'ilgan jamiyat. Shu insonlar saviyali deb o'ylaysizlarmi? Fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz qarshilik qilyapsizmi saviyamizga? Umuman, samimiyam yo'q. Prosta kommentariyaga bayt qordi-ya, bizani bayt qordi. 8 ta shartdan birini o'zingizlar aytasizlar, men ochaman. Agarda sizlarga shart ma'qul keladigan bo'lsa, oranglardan biron-biringlar tanlab olasizlar. Men aynan mana shu inson bajarsin deb aytmayman. O'zingizlar tanlab olasizlar shartni. Har bitta shartni qiyinligiga yarasha pul miqdori bor. Va ba'zi bir shartlarda kimdirga qiyin bo'ladigan bo'lsa, yoki ikki kishi bajarish xohlab qolishi mumkin. O'sha paytda ikkita odam ham bajarsa bo'ladi va summa ikkalasiga ham alohida beriladi. Xo'p, qaranglar, birinchi shart qaysini oching? Jeko akam tanlasin, Xodi aka. Yashil och, yashil, ha, shuni och. Bu shart o'rtoqlar qo'g'irchoq. Battar bo'ling. Men tanladim degani men bajarishim kerak. Ha, aytgansiz. Qo'g'irchoq shartida priz 300 ming so'm. Shart bo'lsa qanaqa? Oramizdan biron bir ishtirokchi odamlar bor joyda yuradi. Qolgan ishtirokchilar bo'lsa, unga nima qilish yetib turadi. Qani komanda kelishamiz. Kim qila oladi bu ishni? Tegoh ko'rib qilib yuribsiz hayotda. Shu shartga 700 ming berayman qilaman. Yo'q. Pulni oshirib bo'lmaydimi? 500 mingdan qilib bo'lmaydi. 500 ming qilsa bo'ladi. Kelinglar, mana birinchi shartni randomni bo'ldi, dondonski qilamiz, yutqizgan ham qiladi. Don ziki. Don ziki. Jeko qiladi. Qo'g'irchoq shartini biz Jeko Vanisga topshiramiz. Jeko, sizniki. Biz challenge boshladik o'rtoqlar. Qo'g'irchoq bo'lamiz. Jo'lamanga qarashyapti. Jekoga men qarashaman endi. Qo'g'irchoqman deyman ha. Mana. Boshlanishiga birik qolmaydimi razmiga? Da, Jolon qani boy senyo. Ke. Mana qo'limga. Bolalarni sal omadi kelgani, hozir ko'cha sovuq, odam kam. Parichkalar kelyapti Jeko. Parichkalarga счастье tilang Jeko. Здравствуйте, вам счастье. Jeko, nima bu? Aka. Nima? Нормально, здравствуйте. Прошу прощения, типа, sizni bir minutga mumkinmi sizga baxt tilayman-ni? Ikkita qiz yaqinlashganda ikkalanglar sinxronni lizginka o'ynaysizlar. Faqat dildan, prям maksimal energiya bilan. Ketdi, davay. Ularga qarab. Jeko break dansmi shu? O'zingiz bilasizmi? Bu break dance bo'ladi. Jo'lon, spaga qaytib turing, chunki bardaga o'g'izat hatto bitta odam bajarsin. Ikkita qiz kelyapti, ikkita o'ris qiz. Jeko, shapkani ichib qo'liga ushatib qo'ying. O'risda. Jeko, oka vashi shartni bajara olmayapsiz, realni. Mana okkaga otilar, kapchonka. Shu okadan motivatsiyami? Motivatsiya oling aka. Motivatsiya so'rang, Jeko. Assalomu alaykum. Aka, tizimiz charchamaysiz. Aka, hayotda bitta motivatsiya bera olmaysizmi menga? Yo'qmi, aka? Dabit qiling. Bitta kelsa bo'lardi. Aka, 1 minut endi hurmat yuzasidan. Aka, endi 1 minut, aka. 1 minut bitta motivatsiya bering. Yaxshi yashash. Bo'lmasa shapkamni olib keting, deb shapkani bering. Chimon shapkamni olib keting, aka. Sharmatli Jeko, bu kundan o'lganingiz yaxshi aka. Men o'zlaring bajarib ko'rlaringchi, keyin gaplashamiz sallavlar. Jeko, ayting, men uylanmoqchiman. Qanaqa qiz maslahat bergan bo'lardingiz? 1 minut bitta savol so'rasam maylimi? Uylanmoqchiman. Qanaqa qiz maslahat berasizlar menga? Yaqinda uylanishim kerak. Ko'nglimga mos tushadigan? Balki o'sha siz bo'lsangiz-chi. Balki o'sha sizdirsiz, to'g'rimi? Endi taqdir. Давай, Jeko, давай. Mana 3 ta qiz kelyapti, yonimizdan o'tyapti. Jo'lon o'shalarga nima qilsin? Jo'lon, men 3 ta qiz kelyapti. 3 ta qizga fokus ko'rsat. Hop qizlar, yaxshi keldinglar. Men sizlarga ajoyib bo'lgan fokusimni ko'rsataman hozir. Faqat hayajonlarni hushingizdan ketib qolishinglar kerak emas, tushundinglarmi? Ko'rasizlar, barmog'imda sarsi yo'q. Yo, Jolon, shapkangdan quyon olib chiq. Hop, demak qizlar, ikkinchi fokusimizga xush kelibsizlar. Hozir mana shapkani ichidan men sizlarga quyon chiqarib beraman. Quyonim yo'q ekan, uzr. Topolmadim. Men senga yetdim, o'xshamaydi deb. Qoch. Uzr. Voy, bilan sharmanda. Ikkita onadan duo oling, Jeko. Assalomu alaykum. Mana bitta duo qilib qo'ya olmaysizlarmi? Bitta ishlarim yaxshi yurishib ketsin, yaxshi qizlar uchrasin deb. Oxirida bitta quchoqlab qo'yasiz, Jeko. Rahmat onajon deb. Rahmat. Quchoqlab qo'ying.
Rahmat kattakon. Charchamang. Rahmat. Spasibo большое. Bolaga duo uchun kattakon rahmat. Kichkina qizchalar kelyapti mana. Bitta pushti bor-ku, futbolkasi. Jo'lon, o'shalarga qiyincha qo'shiq aytmang. Men ashula aytmoqchiman, Hindiston ketmoqchiman. Ovozimga baho beringlar deng. Ha, qizlar, bitta maslahat bor edi. Я хочу стать артистом в Индии. Здравствуйте. Можно я для вас чуть пою? तुझ में रब दिखता है Break dance, Jeko, break dance. मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है Jeko, yerda. क्या करूं यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा Как мой танц? Хорошо, да? А? Спасибо. Спасибо большое. Bom, thank you. Jeko, uzoqdan bitta jigarning paltoli bitta qiz kelyapti, ko'rasizmi? O'sha qizga birinchi bitta podkat qiling-da, aka. Keyin shirinlik olib bering. Kechirasiz, yo'l ko'rsata olasizmi? Yuragingizga. Yo'l ko'rsata olasizmi? Qatga, 3 marta qatga. Assalomu alaykum. Men yo'l ko'rsata olasizlarmi? Yuragingizga. Seni ko'rib go'zal pari, ko'zlarim uzolmadim. Jonim bergan qo'llaring, bu kun yorug' kun sizlar uchun. Buncha chiroylisizlar. Nima deb o'ylaysiz o'rtoqlar? Jeko o'zini shartini bajara oldimi yo'qmi? Jeko bajardimi, bajarmadimi kommentga yozamiz. Like, podpiska, mehnat qadrlaymiz. Let's go guys. Shartga o'tamiz. Let's go. Xo'p, qaysisini ochamiz? Qaranglar, azim kelishamiz. Hozir siz tanlaysiz, siz tanlagan shart o'zingiz bajarasiz. Jovlon tanlaydi, yo mana Jovlon tanlaydi keyin Jovlon tanlagan shart o'zi bajaradi. ham o'zim quvuraman. Ha, Luboyni o'zi qilib. Keyin men qilaman, degan. Yo. Qizlar bo'lmasa. Zo'r shart o'rtoqlar. Bu Voy. tekinga ovqat. Lekin ovqat yeyman men, to'g'ri? So'rayman odamlardan. Priz narxi 200 ming so'm. Yo'q, chunki osonroq shart-da. Qanaqadir kafega borasizmi yoki odamlar ovqatlanib o'tirgan joyga borib, "Mani prim yo'q, menga tekinga ovqat olib bering" deb so'rashingiz kerak va sizga kimdir realni tekinga ovqat olib berish kerak. Tekinga ovqat shartini biz Azimjonga topshiramiz. Azimjonga bo'lsa omad tilaymiz. Prizini 200 ming so'm. sal savdolashsang bo'lardi. Savdo. Azim omad. Shu vaqtgacha men odamlarga ovqat berganman, endi odamlardan men ovqat so'rayman. Ha, qarang, skameyka borib, o'shitga yotingda sal og'zingizni balandroq eting. O, yomon charchab ketdim. Davay. Voy, yomon charchab ketdim. Risk turasiz, ana qizlarga bitta qaraysiz, nimadir dedinglarmi deysiz? Narsa deylarmi? Qo'timi qo'lib bo'ldi. Ha, orqadagi qizlarga boringda. Borar ekanman-da, yoqib qoldim deyman sizga. Ko'p energiya sarfladim. Ovqat olib bera olmaysizlarmi? Unda asosiy shart. Assalomu alaykum. Zurbezda qildim. Zo'r bo'lardi shuna. Bitta olib bera olasizlar menga ham. Yoki siznikini yeb qo'ymading? Yoki Sizniki emas bo'ladimi? Birga o'tirib. Ye. O'tirsam bo'ladimi? O'tirsam bo'ladimi? Sotki. Azim ye shuni, Azim ye. Ilohim. Teşekkür canım. Tanzana olabilirsin. Yo'q, azimdan ko'ra osh yesanglar bo'lmaydimi deb qo'y bitta. Osh yesanglar o'ylamdan ko'ra. Yangi oshi bormi bu? Yeyvering. Men siz ovqatlanmoqsanmi deb boring. Boringmi? Osh yesanglar bo'lardi. Osh yeying kerak. Olib berasizmi? Olib berasizmi degan savol bermayman. Achishkit. Assalomu alaykum. Men siz ovqatlanmoqsam. Yana bitta bera olasizlarmi? Yana bitta bera olasizmi? Ovqat yo'q-ku. Shu ekani bu. Voy, mana sizga bo'ldi. Azim, qattiq aksiri. Yaxshi. Azim? Birga ovqatlan. Keling, jigar mana. Yo, yeyver endi, yeyver bo'ldi, men yeyman. Yo, o'tirasan, men o'tirayman. Men hech qachon yemayman, bo'ldi. Shapaloq uring. Shog'rizga shapaloq uring. Osh yeymiz degding. Yaqinroq keling endi. Yo, Ha, kiyimingiz. Uyalganizgina ishlab topkin birovlardan ovqat so'raguncha. Uyalgan birovdan ovqat so'raguncha. Ishlab topganman ko'ra. Bo'ldi, Azim ovqatga kattakon rahmat. Ovqatga kattakon rahmat. Chimaylar, sog' bo'linglar, rozi bo'linglar. Rahmat. Ovqat pulini beraymi yo'q? Yo'q. O, to'g'ridan kelyapti bitta.
o'chan ushlab azim ko'cha obrazida aqa obrazida gapirasiz. Assalomu alaykum aqa ovqat olib bering deb vumagat qilasiz. So'ramaysiz, vumagat qilasiz. Qaqa assalomu alaykum. Yaxshimiz hojijon, hojijon yaxshimilar? Charchaysizmi? Atkinchi qorin ochib qoldi-da, shunga bitta ovqat olib bera olasizmi? Mulchik ham bo'ladi. Qorin to'ysa. Qani turib olib bermaysiz. Olib berasiz. Tamam, kirdi. O'zingiz olib chiqa olasizmi? Любой mulchik. Eshikni ochib beraman. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sigaret ham qo'shib ola olamizmi, deng? Aka bitta sigaret ham olib olaymiz. Ha, chakmaysiz, ha? Bo'ldi. Men chakaman-ku deyin. Men chakaman. Olasiz. Yo'q, oyim. Bugun chakayam mayli, pulim yo'q-ku. Bugun uyingizda yotib qolsam bo'ladimi, aka? Uyim ham yo'q edi, deng. Qayerda yashaysiz o'zi? Samarqandda. Samarqandda. Omon qo'tamasizmi? Mana qiling, siz taklif bering. Aka, qarang, bundoq qilamiz. Hozir bulchkan olamiz-da, Samarqandga ketamiz, o'sha yerda dam olamiz, siznikida qolaman. Uyim yo'q, u yo'q, taklif berasiz, tushundingizmi? Ha, bulchkan olamiz dedi hozir. Samarqandga borib bir xil qilaman. Gidido. Samarqandga hozir boramiz. Olib boramizmi? Yo'q. Xudaton nazmi deyin. Qudaton nazmi? Yo'q, tojikcha. Tojikcha bilasizmi? Yo'q. Ibi nima bilmaysan? deyin. Ibi ne bilmaysan? Aka, rahmat kattakon. Sizga Alloh rozi bo'lsin. Qaysi? Menga shu o'ng tarafdagidan ikkinchisi. Mana shu. Albatta. Jo'lon hozir tanlagan shartni Jo'lon o'zi bajarar ekan. Hali lekin shart qanaqaligini bilmaydi. Bitta narsani aytaman. Bu shartni bir kishi bajarmaydi. Bu shartni ikki kishi bajaradi. Va bu liftdagi hazillar. Xo'p, o'zingizga sherikim azim olasizmi? Azim olaman bu. Bu shartni narxi 300 ming so'm. 500 ming. 500. Jo'lonning narxi 500 ming. Xo'p, men o'ylab ko'ray hozir. 250 ming bo'ladi. O'ziga to'g'rilab oldi, ey, to'poylar! Uyg'on! Mana shunaqamidi? Ha, boy aytdi-yu. Yo'q, ikkiga bo'linadi o'chib. O'yinni boshida aytdim, men ikkiga bo'linsa ikkala odamga ham alohida pul beriladi dedim. Da. O'zingizlar moment ikkiga bo'lib olganinglarga, "Почему bu и нет?" Yo, to'xtang, hali kelishilmadi-ku, bolalar. To'g'ri. Yo'q, unda 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan, da, komolga ham anaqa bo'lmasin, og'ir bo'lmasin. Liftdagi hazil. Yo'l kirishdi. Kecha ana bilan ko'rishdim. Aytgan qizim bor edi. Bordim. Burni oqib ketsa bo'ladi. Yo'q, ovqatlanib bordim-da. Qiyin bo'lyapti. Ko'rib qo'yapti-da kameralarni, bilib qo'yapti. Mana sasotdi bor-ku. O'siror deysizmi, Jo'lo? Mana yoqida yotdi. Shirin o'siraman. Shirin o'sirasiz? Ular просто либо kamera bilan qo'yapti, либо kulishmayapti. Real mazorga turibman. Bo'ldi, keyingi tayyor turinglar. Что мама сказала мне? Что сказала? Ну терпи, надо терпеть. Ты не Я терпел, ну. Terpila? Я терпел, да. Скорее всего, я... Terpil deydimi? Короче, mana bu yerda просто vaqt ketar ekan, o'sha olamiz, tushundingizmi? Mana bitta shuna hazil o'sha olamiz. Ke. Assalomu alaykum. Aytdim men senga ertalab chiqaylik zal. Я не могу терпеть, пожалуйста. Я же хочу сказать тебе, а? Как ты мне сказал? Ты Наверное, потому что... все это было чувство. Это не так. Что я же сказал тебе, да? Опять Смотри. начинал, да? А? Да. Ты- Я не могу терпеть. Не, руку опускай. Отпускай. Ты Гитлер. Пусть, Я Гитлер. да? И Michael Jackson Dadajon degan qo'shig'ini eshitdim. Michael Jackson onajonidagi ashulasi bormi? Ha? Mana Jo'rayev, mama degan so'z. Mama jon. Yo, agar Michael Jackson onajonidagi ashulasi bo'lsa, bir hikoya qilib bering. Mama. İngilizce'de, Rusça bu. Ha, yo'q. Alo. Да, мам, папа, я... Мяу. Так, мяу скажешь, да? Папа у нас говорит. Tete, assalomu alaykum. Ты мяу-мяу. Это мой папа. Gitler akam aytganlar. Eshityapsizmi? Onasi bor odamlar hech qachon qarimaydilar degan. Bo'ldi-yu menimcha lekin. Ha, hozir, yo, mana ikkitasi chiqib tursin yoki orqadagilar? Bizami? Ha. Biz to'laganmiz yo'l haqida. Boru. Kimdir o'sirdi hozir lekin, realni. Hidni realni, oka ishoning. Realni, oka. Yort ya. Vay bile. Men lekin boya real chichaman o'sib yordim lekin. Ishton nima qildingiz? Chiqilib, quritib yordim. Ne hidi chiqmayapti? Qilib chiqmaydi menda. Shokoladni. Qanqachilarni kiyganda, oka. Shokoladni hid menda. Hozir bola go'sht jo'natib olay oyimga. 那个什么叫瓦拉东哥啥？我是那跟家住，这是
Bo'ldi. Yo'lda bordingizmi? Ha. Hozir boraman dedim. Kecha adam xotini bilan urushib ketdim. Nima bo'ldi? Nima ishsiz? Ya siymay tur, o'zim siydiraman. Bor. Siymay tur, bolaga qarasin hozir. Men trofik qilib olay. Tiyishganmi? Yo'q. Aytishga boryapsiz lekin real. Alo. Eshitilyaptimi? Yurak qo'msab seni sog'inar. Ha, mana mashina tashlar. Sigim qistyapti, yomon bor. Siyib qo'yaman hozir. Kel. Ozgina chiqib ketibchidan. Bora. O'g'limsan, to's. Do'st deysiz. Mashina asabim buzasan. Shohruz CV. Xohlagan shartingizni men qilaman, aka. Akam, jannatim. Tanlab bering bitta Jeko sazasi o'lmasin kezsa Jeko. Kezga siz yaxshi ko'raman, aka. Do'stga degan bitta. Oq oranjiviy pastdagi. Mana bu shart narxi 4 million. 200 ming so'm va bu shart avtobusda qo'shiqchi. Avtobusda qo'shiqchilik 200 ming emas, narxi, как будто. 200 ming so'm. 50 ming chiqaveradi moshina bozorda bittasi, ashula aytib. Anaqa qilamiz Shohruz, basharasi qoraga bo'yimiz. Mana avtobusda qo'shiq aytasiz, garib 200 ming so'm. Yo, shuni sal ko'paytiring, narxini bolalar mana bitta 500 minglab pul ishlayapti, man sal 200 ming bo'lib qoldi. 300 ming, ha? 325 ming. 315 ming. Davay. 320 ming sizniki emas, meniki emas. Bo'l, 320 mingga shart bajarildi. Baraka. Unda biza o'rtoqlar Shohruz CV janoblariga omad tilaymiz. Tayinladingizmi? Esingdami seni qish kunlari sovuq shamol. Avtobus kelyapti avtobus. Aka, mana joy bor. Esingdami seni qish kunlari. Qo'yamiz-a? Odam ko'p bo'lsa chiqmaylik. Orqasidan chiqinglar. Hammaga assalomu alaykum. Yangi boshlagan san'atkorman, ashulachiman. Bitta ashulam bor, xudo xolasa Gollisda birinchi o'rin olish niyatidaman. Poddershga qoramiz o'rtoq. Ha, agar yoqsa, kayfiyatingizga kayfiyat qo'shilsa, qarsak bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Davay. Davay, men qo'shilib turaman. Siz ham bilsanglar qo'shilib turinglar. Yaxshi kayfiyat hammaga sovuq kunda. Sovuq kunda yaxshi kayfiyat. Esingdami seni qish kunlari, sovuq shamollar uchirar qorlarni. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Yoqdimi aka, nima deysiz? Qani, normalni, ha? Rahmat, charchamanglar, kayfiyat ulashgan bo'lsam xursandman. Voy! Odamning reallik ko'p edi. Shohruz qani? Yaxshi, shoh. Shoh! Qor yog'ar paqa. Kamol mani. Ikkita odam Shohruzni ko'rib prosta tushib ketdi bunda avtobusda. Lekin tushib ketdi. Avtobusda anaqasini yarimta qildik jigar. Bile, bola. Ketdi. O'rtoqlar, shu videoni agar shu yog'igacha ko'rgan bo'lsanglar, darsni ham ko'ringlar. Like, подписка, kommentariy обязательно. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying, chunki undan ham zo'r videolar hali oldimda. Bo'ldim. Undan bu yog'iga bolalar shartlarni mana bitta oldik. U yog'iga talashamiz. Da, bo'ldi, u yog'iga talashasizlar. Tanlab olish yo'q. Men ham bilmayman qaysingiz qaysi shartligini. Davaychi ochaman. Mana shu eng pastligisidan. Bu shartning nomi kal bosh. Sizlar xohlasangiz ko'chadan topinglar. Nima qilib bo'lsa ham kal bo'lishga rozi bo'ladigandan topishinglar kerak. Men sizlarga aytdim, qiyin shartlar oldinda dedim. Stavkasi buni 500 ming so'm. Kim shu shartni bajarishga tayyor? Hozir bolalar, o'zingizlar xohlab tanlanglar buni yoki men prosta o'zim berib yuborishim mumkin. Men taqdirimga roziman. Men tanlayim kelmayapti buni. Voy, qara. Men taqdirimga qarshi. Xudoga shukr, ey. Mani taqdirim shu ekan. Do'nat ko'ringizmi? Pamusko. Yo, men o'zim hal qilaman dedi, o'zi. Okey, unda o'rtoqlar. Yerga qarab turaylik hammamiz. Men berma. Xo'p, o'rtoqlar, bu shartni kimga berishni men tanlamadim. Buni kadr ortida o'tirgan Asadbek tanladi va bu shart Azimjonga beriladi. Let's go! Asadbek! Aka, bo'lmaydi shuni. Ha, bo'pti, men ham qarashib yuboraman. Stories qo'yib, tam yordam bera olaylik, iltimos deyman. Puliga qarashmaylik. Mayli. Pulini Boyaga 300 mingga ham aralashmayman bo'lmasam. 300 ming aralashami? 300 ming sizga 300 ming. O'rtoqlar, biz mana yo'lga chiqdik. Xudo xolisa hozir mana shu yo'l bo'ylab qoram
Nereyanli yoqib beryapti. Boram yordam beryapti bizga endi. Ja. Hozir endi ko'chada aylanib, ozgincha podpishka chiqib qolsa, mehribon podpishkalarimiz chiqib qolsa, sochi kalga oldiradigan, rozi bo'ladigan topamiz. Topib, sochini kalga oldiramiz, xudo xolasa. Ja, bo'lmay qolsa, istoriya qo'yamiz keyin. Bir zonti-ponti olmaymiz. Tovuq bo'lganimizdan keyin nima qilamiz endi? Pul odamni har narsa qildirar ekan. Ha, mana. Sizlar anaqa oson deb o'ylaysizlar mana shunaqa pul topish. Bizning qorlarda mana даже mashinamiz yo'q bizning, mashinamiz yo'q. Sizda bormi? Jinnimisiz, ne etmaysiz? Nima qorda yuribsiz? Hatta mashina. Ab ketdi. Hozir bizlar mana Next-ga kirib oldik, торговый sentrga. Endi rozi bo'ladigan odam topamiz-da, food courtdan. Iloji boricha sochi kaltaroq odam topishimiz kerak-da. Sochiga mehr bermaydigan odamlar bo'ladi-yu. Ha, Ular uchun abidda bo'lmaydi. Ha, shunaqa odam topishimiz kerak. Shuning uchun ketib qizlanadi. Ha, jo'lan o'zingiz. Nima dars? Jim. Baqirma. Men yaxshi ko'rsanlar, to'g'rimi? Вообще. Как раз mana yaxshi ko'rishinglar kerak edi menga. Xullas, Komil Qahhor taningizlar. O'shani YouTube'ga syomka qilamiz. Bizga shart berildi. Ko'chdagi любой bitta bolami farqi yo'q. Sochini kalga oldirish kerak. Pul beramiz. Oldirasanmi? Yaxshi oting nima? Qara, ota-onang bizga erta gapirib, urushib, oyingga ham aldingga ham telefon qilaversan. Sochimni oldirib bitta qo'yasan. Bitta aka hozir. Kameraga oching. Bu rozi bo'ldi, lekin biz ota-onasidan ham ruxsat olamiz. Ha. Keyin keyinchalik muammo bo'lmasligi uchun. Xullas, Imron Beyni mana olib keldi sartaroshxonaga. Uydagilardan so'radik. Rozisizmi, to'g'rimi? Lekin uncha odamning orzusi Komil Qahhor YouTube'ga chiqish. O'shada любойda ham pul ishlayapsan. Maktabda mashhur bo'lib ketding bo'ldi. Sochingni oldiryapsan, vizda bo'lyapsan, nima qilyapsan yana? Yur. Let's go. Yaxshi ko'rganing bormi? Qanday kecha? Yosh bola. Ha, kim ko'rmayapti, kamera ham olmayapsan. Yo'q, rostdan yo'q. Boshqarifi. Yo'q, rostdan yo'q. Bo'ydoqmisan? Ha. Bo'ydoqlar safida hali ham. O'rtoqlar, xullas biz mana jarayonni boshladik. Sizlar esa hozirgi paytda Nima qilish kerak? Like, podpiska, to'g'rimi? Like bosish kerak. Komil Qahhor YouTube kanaliga Like bosish kerak. like bosish kerak. Men qarab turibman, bosmayapsizlar qarang, qani? O ana. Bosdim. Normal, yaxshi. Alvido. Gulnos. Alvido Ra'no. Voy, ana Imronmi? Sochog'ida xun yo'q. Men bitta narsani tushunib yetdim, bilasizmi? Yo'q. Mendan sartarosh chiqmas kerak. Shu orzuyim edi, to'g'risi. Mana u cho'tki bor, qarang. Yuzing oshiq odam bor, qarang. Qara asl bashariyni ko'rsatsa bizga. Armiyanskiy bo'ldi-da. Demak, o'rtoqlar mana Shart bajarildi. Bitta qarab qo'yamiz ortiga. Hoppa. Let's get it. Nima deysan? Chiroyli, yaxshi. Barcha sog' bo'linglar. Shartlar bajarildi. Let's go. Hozir 3 ta shart qoldi. Orasida eng qiyin bittasi bor. Qolganlari ham qiyin, no unchalik emas. Ochaman unda. Mana shu. Bu shart qiyin. Aslida juda qiyin. Maniken. Maniken? Do'kon gaplashilingan o'sha. Sizlar do'konga kirib, maniken bo'lib turishingiz kerak va o'tgan ketgan odamga hazil qilasizlar. Narxi 300 ming so'm, chunki qiyin emas. Kamol o'zi yo balabolmi bilmayman, buni orqaga sakrab yuboradimi? Boshida bu shart eng qiyini deyapti-da. Keyin qiyin emas, 300 ming so'm, 200 ming so'm deyapti. Xo'p, kim bajaradi? O'sha azimlikda shart bo'ldi bolalar. Maniken ham qo'llar tiqiladi, to'g'rimi, bo'lgan. Basharasi ham Bo'ldi, bo'lmaydi. qo'llaringiz oppoq lasina, yuzingiz oppoq lasina bo'ladi. Kiyingan bo'lasiz, shu turasiz. Lozim. Ular maniken shart azimga o'tdi. Ko'ramiz qanchalik bajaradi. Hamma pulli sog' seni, hamma pulli. Bitta bilib bo'lmaydi nima bor. Bilganim avvali. Avtobusda qo'shiq bilan qolib ketdimi? Xullas, hozir biz Just do'koniga keldik. Justga albatta kattakon rahmat. Bizga shunaqa imkoniyat yaratib berishganiga, shu hozir ichkarida Azimjon maniken bo'ladi. Avval bilmadim qayerdan yirtib olib keldi buni. Kapronlar. Yeb yengi Azim. Fikringiz qanaqa, o'xshaydimi yo'qmi maniken bo'lib turish? Odamlar bittada bilib qoladimi yo'qmi? Anaqa turadi, keyin qo'rqitadi. Mana shu mana buni Ha, olamiz. yo'q. Tayyormisan, to'ychog'im? Hamma narsa. Siz bilan oxirgacha. Seriozno. Pastga tushdik-ku. Evet.
Azim xavotir olmang, biz aloqadamiz do'stim, biz kuzatib turibmiz. Va Короче, o'rtoqlar, Azim примерно 5 minutdan beri turibdi. Azim qiynalib ketmadingizmi? yo'q, pakashda yo'q. Tasavvur qiling, просто turish o'zi qiyin-da, Jeko. Bilamanmi, klientmi? Voy, Azim oldi klient turibdi. Sezmayaptimi hozir misol odam turganini? Ketdi. Voy, biling, ketib qoldi. Azim ko'rdingizmi, o'zi oldingizga yaqin borganda kimdir? Ha, chap qo'lim keldi. Men boydan ichkaridaydi, ko'rdim ham kelayotganlarni. Men kapronmi rostdan? Ha, kapron, nima? Yomon hid kelyaptimi? Ya oldin kiyilmaganmi? Yo'q, kiyilmagan, yangi sotib olganman. Boy yangi sotib oldim. Azim 27 mingga. Bu klientlar kirdi. Kameraga ko'rishmadi. Ko'rishmadi kamerani. Odam yaqlashyapti Azim oldiga. Azim oldingizda odam turibdi. Shunda chap qo'lingizda. Azimni sezishmayapti, mani kel. Ana. Azim shunda chap qo'lingizda odam. Birinki. Azim reaksiya qiling. Zo'r Azim, zo'r. Xullas o'rtoqlar, ichkarida odam kam kirayotganligi uchun o'sha vaqt kech bo'lganiga biz nimani o'ylab topdik? Azim magazini tashqarisida bitta haqiqiy maneken bilan turadi. Azim odam kelyapti, kolyaskada. Yaxshi. Yosh bola kelyapti, qo'rqitasan. Azim yoningizga yosh bola. Bizani operator yosh bolalar haydab yuribdi. Asad legenda. Azim bo'laga qilmang, er-xotin bilan yosh totda. Mana kelyapti odam kelyapti. Men odam kelyapti. Chap qo'lingizdan oq kurtkada. Shuni yiqiling-da, ajmayna qilib keting. Urib yubordilar, aka. Okaga yoqmadi, okaga hazilimiz yoqmadi. Kiyimda kelyapti. Xolasa qiyinchi raqsni tushib ber, Azim o'shalarga. Jadu teri nazar. Sen telefonga gaplashgandek qiling. Alo, ha, nima bo'lyapti deb yoningizga kelgan payt telefonga gaplashyapti. Alo. Dastavka, kuryer kelyapti, dastavщик Azim. Kim normalmi yoki? Yaxshi. Zo'r. Orqadagi bolaga yiqilib tushganda yiqil. Yaxshi. Azimni prank qilamiz. Azim o'zi bilmaydi biz kelayotganimizni. O'ng qo'lingizda odam kelyapti. Ikkita bola. Yaqinlar. Ko'rdi. Ha, o'ng qo'lim. Ulatgandek qilasiz, okey? Davay. Qiling. Azim. Qoldimi? Azimga bildirmasdan boramiz degan. Yo'q. Qanaqa ekan? Urdi-yu kimdir? Omnaq qilib, ko'rinmasligi yaxshi. Bilinmasliklar yomon. Bu hammasi yaxshi kayfiyat uchun, yomon niyatda emas. Hech qachon bunaqa niyat ham bo'lmagan. O'rtoqlar, videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lish yana esdan chiqmasin. Bo'yish. Bizda o'rtoqlar navbatdagi shart. Mana bolalar maniki, 3 ta maniki yana. Qaysi shartda oching? Men pastdagisi. Gary. Oy! O'rtoqlar, hab bo'lmaysizlar. Kanal maniki. Qonun qoidani men qo'yaman va sizlar savdolashmagan holda 500 ming so'mga baholangan shart stand up shartini biz Jeko Lines'ga topshiramiz. Jeko, let's go! Jekoning mana shu yerda karyerasi. To'xta, stand upga chiqib nima qilishim kerak shunda? Bizda ochiq mikrofonlar bor. Haqiqatda xohlovchilar stand upga chiqa oladi. Va siz stand upga chiqib 10 minutgacha bo'lgan, 5 minutdan 10 minutgacha bo'lgan stand up qo'yib berasiz. Va uni hamma muxlislar ko'radi. Ya'ni haqiqiy stand up ko'rishga kelgan odamlar ko'radi va shu o'rinda biz ham o'sha yerda o'tirgan bo'lamiz. Bu degani 10 minut kalta yemay turishdi, xullas. Короче, biz реально stand upga keldik. Sharmanda bo'ladi, men shuni bilaman bugun. Men stand upga keldimmi? Keldimmi, deysizmi? Deysiz. Nech pul beraman dedi? 500 mingmi? 500 muxlislik qilib kelyapti, ichkarida turib turing siz. Mashina turasiz oldimda, chunki ketdim, hamda olib kiramiz. Aka, rasm sho'y, rasm. Yo'q, qochinglar.
Albatta turadi bu. Sizlar hozir bu yerga pul to'lab keldinglar, to'g'rimi? Albatta. Pul to'ladinglar. Ya'ni bilinglar, to'shda bu stand-up Jeko uchun qilinmadi. Bu stand-up rostdan ham bo'ladi. Har chorshanba kuni sahna stand-upda ochiq mikrofon. Hozir haqiqiy stand-uplar chiqadi va ularning orasida Jeko ham chiqadi. Zo'r hazil qilsa ham kulmanglar. Yomon. Ey, yo'qol sahnadan. Kim uni chiqarib qo'ydi sahnaga deylar. Haddushi, sizlarga ishondim. Hozir ozginadan keyin уже mehmonlar kelishni boshlaydi va Jeko sahnaga chiqadi. Men даже уже hayajonlanib ketaman. Jekoning ahvolini bilmadim. Hech nima demayman hozir sahnaga chiqqanini o'zinglar ko'rasizlar. Va navbatdagi stand-up komik hozir bloger birinchi marotaba sahnaga chiqyapti. Iltimos, o'shaning uchun biz qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak, hammamiz baqirib, umrida birinchi marta sahnaga chiqyapti. Balkim oxirgi marta. Dada, oxirgi marta deyapti o'rtoqlari. Menimcha o'rtoqlarni parod qilmaydi. Hozir chiqadi, iltimos sizlardan qo'llab-quvvatlab turinglar, stand-updan ko'ngli qolib ketmasin bolani. Kutib olinglar, bloger, vayner, ssenarist, prodyuser, astrolog, taksist, Kamolning o'rtog'i Jeko Vaynes. Hozir hazır qiladi-yu, sirasi ko'ramiz. Sirasi birinchi gapida. Hozir tayyorlab oling. Nima desam ma'qul bo'lsalarmi? Astagfirullah. Xullas, Instagramda pul qolmadi. Shuning uchun assalomu alaykum stand up. Mana taniydiganlar bormi? Qarshi chalib qo'yinglar, taniydiganlar bo'lsa. Bir marta bo'lsa ham. Demak, hamma ko'rgan, men 6 yildan beri vaynerlik bilan shug'ullanib, blogerlik bilan shug'ullanib kelaman. Lekin Kia mashinam yo'q. Bilasizmi nima? Chunki anoshka emassiz. Mashina shug'ullashar ekan-ku. Mashina ushlab ko'r. Fayzni qaranglar. Xullas, gapimni esdan chiqarib qo'ying. Xullas, men uyalmayman, meni talentim yo'q. Buni Instagramdagi videolardan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'zi uski qurgan meni talentim uchun yoki qanaqadir aktyorskiligim uchun yoki qanaqadir yaxshi ideya berishim uchun emas, prosta yoshim kattaligi uchun bitta komandada bitta duo qilib beradigan odam bo'lish kerak. Bugungi stand-up temamizga o'tamiz. Menimcha 90% odamlarning orasida bo'lgan adalarimizning g'alati odatlari. Urushni qo'yib yuboring. Yo'q, mana shu o'xshab turishar ekan. Qanaqadir energiya berar ekan bu. Xullas, mana odamning 3 ta g'alati odatlari bor. Telegramdan yozganimda 3 xil atvet keladi. Har doim. Любой narsaga to'g'ri kelmasa ham, to'g'ri kelsa ham. Adam to'g'ri keltiradi lekin. Birinchi misol tasavvur qiling, men odam yozaman Telegramda. Assalomu alaykum. Ok degan stiker kelyapti. Ikkinchisi ikkita galochka. U odam yubormaydi, prosta o'qib qo'yadi, prочтение o'tib turadi. Telegramda ikkita galochka. Prosta ignor qilib yuboradi. Oldin qizim ignor qilardi, endi odam ignor qilishga ham o'tib boradi. Uchinchisi ikkita harfdan iborat da degan so'z. Bu ham любой narsaga da. Men bir kuni magazinga kirdim. Adam Telegramda yozolmadi. Nima olay? Pepsimi, kolami? Adam da. Men har doimgidek pivo ichib ketdim. Endi shunaqa. Lekin men achinaman, bir kun emas bir kun odamdan endi qo'pol bo'lsa ham alamni olaman. Shunaqa stikerlarni o'zim yig'ib qo'yganman. Telegram yondaqa ok degan to'rxillar va turibdi, da degan jирный такой harflar bilan yozib qo'yganman. Bir kun Telegramdan yozishlari bilan shuni tashlayman odamga. Lekin hali yozganlari yo'q nimagadir menga. Lekin kutyapman Xatikoga o'xshab. Kutyapman, bir kun emas bir kun yozarlar. Kuchuk bo'lib qolamanmi yoki vau deb yur. Wow! Adamda randomniy moment degan rejimlari bor. Randomniy moment. Biz qayerdamiz, qayerda yuribmiz, bozordamiz ham, avtobusdan, mashina ichida ketyapmiz ham. Adamni qaranglar. Kundaligini olib chiqdinglar. Любой randomniy moment.
yoki 20 ta ajamani qila olsanmi? Men yo'q, bunday kundaligini olchi. Mana shunaqa randomli savollar emas, adam bo'lishi, nima deydi, o'zimdan o'zim qo'rqaman adam o'rniga bo'lishdan. Ben o'tirolmayman ben. Voy, ichinglarni uzilib ketdi. O'sha hazili qog'ozda qarashdi edi. Mana shunaqa qo'yapti, mana shunaqa qon. Xullas oramizni kontrolni egallab bitta qarshi. Bor. Maktabdan, darsdan qochib kontrolni egallab. Bor, ha? Men o'zim hayotimda bo'lgan voqea bu ham. Hech qatdan o'g'irlaganim yo'q. Xullas bir kun kontrol o'ynayapmiz. Endi men 4-5-sinfman. Kontor soati 400 so'm bo'lar o'sha payt. Biz adamimizdan 500 so'm olardik ovqatlanishga. Tushdik, kontrol o'ynayapmiz vaqtiga. Vaqtiga degani yutqizgan komanda, nari komandani ham pulini to'layveradi. Xullas vaqtini pulini. Menda 400 so'm puli bor yonimda. Vajli moment oxirgi kun birga bir qolib ketganman. Kontrol o'ynayapman. Kimdir quloqni chertdi. Men qisay. Ikkinchi marta chertdi. Men ikkinchi marta qisay. Uchinchi marta o'sha jahlim chiqib ketdi. 3 marta chertgandan keyin. Bitta qarasam adam. Assalomu alaykum adam. O'sha moment bilasan nimaga o'xshaydi? Men o'zimning holatim. Xuddi sizlarning komandalar B ga bomba qo'yishga kirgan, sizlar A da bomba tushirib qo'ygansizlar. Bo'ldi. Tamom hammasi o'sha payt. Kul. Ko'rib turganinglardek hozir 4 ta bayni ssenariysini o'qib berdim. 4 talasa menimcha yoqmadi hech kimga. Faqat o'zimizdan kulib o'tirdi. Rahmat sizlar bilan Jeko aynisi bo'ldi. Jeko! Legenda! Jeko legenda. Yo, как будто zo'r chiqish bo'ldi Jeko. Real. Birinchi, ikkinchi odamdan ko'ra yaxshiroq. Bo'ldi, lekin Jeko уже stand-upga o'tib ketdi, real aytaman. O'rtoqlar, sizlarga Jekoning chiqishi yoqdimi yo'qmi? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Jeko applaudies, aka. Lekin mana shu 5 minut bor-ku, shunaqa sekin o'tdi. Tezroq tikib qolsin, ssenariy qarayapman. Xullas, biza unda o'rtoqlar navbatdagi shartni tanlaymiz hozir. Ko'ramiz kimga yana qanaqa shart tushar ekan. Let's go. Hurmatli o'rtoqlar, videoning oxiri ham kelib qoldi va bizada o'sha oxirgi shart. Men shart qanaqaligini bilaman va chunki o'sha nima shart qolganini примерно bildim. Bu shart faqatgina ikkita odam o'sha bajara oladi. Chunki Jekoda shart ikkita bo'ldi, Azimda 3 ta bo'lib ketdi. Shuning uchun yoki Jo'lon yoki Shohruz shu shartni ikkalanglardan bittalar bajarishingiz kerak. Tayyormisizlar? Da bu shartni nomi oxirgi shart eplasang yutib ol videomizdagi bu Astanovka raqqos. Astanovkada o'ynaymizmi? Sho'g'rizga berilsa, ashuladan doim yetib pishadi. Astanovkada o'ynaydi. Yo'q, bu shart sal boshqacharoq. Astanovkada mana любой odam o'tiradi, to'g'rimi? Astanovkada. O'sha odamga borasizlar, telefoninglarni berasizlar. O'sha avtobus kelgan bo'lishi kerak. Aka, meni videoga olib turing deysizlar. Yoki opa yoki xola videoga olib turing deb telefoninglarni berasizlar. Avtobus ichiga kirasizlar. O'ynaysizlar, u videoga olib turadi. Avtobus ichiga olib bilasizlar, ketasizlar. Opada qolib ketadi telefon. Okada telefon, kimni o'zi ham telefon qolib ketadi. Narxi 300 ming so'm. Ya, endi 300 ming so'm emas, bering 500 mingga menga. Yo'q, men bitta Azimjon 100 mingga ham bajarishga tayyor shu shart. 100 mingga qilmaydi bu bola. Yo'q, qilaman. 500 ming bering, men qilaman. Yo'q, 300 ming Shohruz. 5 ta barmon og'izga tiqmang, jigarim. 5 ta barmon emas. Men bitta Jeko $100 ishlayapti, Azim 150 ishlayapti. Yo, siz vaqtida tanlamadingiz shartlarni, tanlash huquqi bor edi, o'zingiz tanlamadingiz. Ha, hozir kimdir qo'shilsa menga, unga ham 300 ming shtraf. Yo'q aka, 500 mingga bitta o'zim qilaman. Yo'q, 500 ming qimmat. 350 ming. Qarang, 350 ming berasiz, 2 qilamiz. Qanday olasiz? 500 ming so'mga Shohruzga mana shu Astanovka raqqos sharti o'tdi. Bosing. Faqat o'zi qiladi, ha? Faqat o'zi qiladi. Shohruz. Omad jigarim, davay. O'rtoq, bu kimni ajratib qolsa, J deysan bo'ldi, J. Shohruz CVga omad, let's go. Davay Shohruz. Assalomu alaykum. Aka, siz uni charchamayapsizmi?
Aka 187-avtobus o'tmaydi. 187. Ha, ko'rib beryapti avtobus. Voy, mana. Bu yerdan nechinchi avtobus o'tadi, aka? Qanday ketyapsiz? Men Samarqandga plus minus. Yaxshi. Почти hammasi ketadi. Hammasi Lekin mana 140 so'mga ketadi. 140 so'mga keladi. So'm yaqinmi anaqaga? Cho'nchakda so'mmi, dollarmi so'rachi? So'mda dollarmi, so'mmi shunda? So'm. Avtobus aytyapsiz. Ama so'm deb eshitdim. Yo. Все, нормально, брат. Qalay ishlar? Isming nima? Menga obuna bo'lganmisan? Avtobus. To'xta birga ketamiz keyin. Mayli ketaver, kam ketaver, da. Qo'rqib ketsan-da, Luboy avtobus chiqib ketdi-ku hozir. Kimdirga borib o'tding, yomon ko'sib ketdi-ya deng. Xolaga ham o'tiribdilar-yu, ochkida. Ha. Сегодня жарко-da, deydi. Давай. Сегодня очень жарко, да? Eshitmadi. Eshitdi o'yga qarab. Ne atakchi anaqa qilsa bo'ladi o'sha Dubaydan 10 mingta Dubay shokolad olib kelib, nimadir qorsa bo'ladi-da. Lekin o'zing ostanovkada o'tiribsan, ha? Ne, нормально, вот anaqa qilsa bo'ladi-da. Oldimda bitta bola bor. Soch shu bu, telpevi bu, de. Assalomu alaykum, brat. Gamalga o'xshar ekansiz, aka. Uzoqdan ko'rdim-da hozir. Bu ham sochini shunaqa qolgani. Bitta tiqolsa. 11-avtobus o'tmaydimi, aka, bu yerdan? O'tadi? Odamlar buqqa qaragandek qarayapti. Assalomu alaykum. Aka, siz charchamayapsizmi? Aka, Barsami, Realmi? Barsami? Buni qilamiz, qarang, buni qilamiz, buni tepaga qilib. Yo, to'g'ri turing. Hozirgi jestni qaytarganda vals tushyapti. Hozirgi jestni qaytarganda vals tushyapti. Aka, qarang. Hozir buni qilamizda. Men bitta aylanaman-da. Buni qilib bitta yiqilaman. Yomon urdi-yu bunaqasiga. Anaqa deng. Aka, men o'zi Real fanatiman deng. O'zi yoshlikda men Realga muxlislik qilganman. Yoshligimda. Hala Madrid. Hala Madrid deganda ketib. O'sha anaqa. Hala Madrid-da, aka. Yaxshi. Qarshi Shohruz nima deysiz? Kimdirga borasiz-da, aka shundan meni videoga olib turing deysiz. Faqat aka oxirigacha oling, xo'pmi deysiz? Tipa, men raqsga tushaman, aka, TikTokerman. Keyin o'tirasiz-da, просто avtobusda o'ynab ketaverasiz, bo'ldi. Ham yosh katta xola bor. Orqangiz turibdi, o'ng qo'lingiz orqangiz. Paltoda. Oranjevый sochli. Assalomu alaykum. Qarang, iltimosim bor-da. Hozir avtobusga chiqib bitta video olishim kerak-da. O'sha videoni olib bera olmaysizmi? Xo'p, rahmat. Nima dedi? Yo'q ham nima dedi, просто ko'zim bilan yo'q dedi. Assalomu alaykum. Aka, siz charchamayapsizmi? Aka, iltimosim bor-da. Iloji bormi? Qarang, hozir avtobus kelganda TikTokerman-da. TikTok olishim kerak, shuni bitta joyi bor, shu avtobusga kirib, bitta движение qilaman. O'shani videoga olib berish kerak. Iloji bormi, aka? Eng qiziq hol Shohruz просто ketaveradi, javob. Просто ketaveradi. Men bu yerdan o'zim qarayman-da kameraga. O'zim qarab, qilig'imni qilib ket. Hop. O'tdi. Aka nima qiladi? Nima qilish kerak? Bola nima qilamiz? Telefonni qanaqa olamiz jinnini yoqib? Ha, aka telefon Jo'lon bora olasizmi? Aka telefon yo'qotib qo'ydi. Bilan maliki ekan, pillashga bekitdi faqat. Jo'lon. Davay, jo'y. Aka, anaqa bitta bola ko'rmadinglarmi? Achkida telefonim o'g'irlab ketyapti. Meni telefonimda, aka. Yo, men kodini ochib beraman, olasiz. O'chiring. Men telefonimda u bola Parolini bilaman deb otib telefonni chindingizmi? ana aka. To'g'ri tushunasizlar. Просто unaqalarga ishonib qolmanglar-da faqat. Jo'lon aktyor. Qayron. Bizani mashina videoga otdi menimcha. Ketdi, akalar, ketdi, hozir etamiz hazırligini, asat olib turur. Brata.
Assalomu alaykum. Tuzimisiz, charchayapsizmi? Assalomu alaykum, tuzimsizlar? Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar? Aka, normalmi? Ishondingizmi, ishontira oldimi? Yo'q, endi kodini ochganidan keyin. Ha, ya'ni sherigim ishontira oldimi? Bo'ladi. Ketib qolgandan keyin nima deb o'yladingiz? Men aytdim, bari endi qaytib kelsa kerak dedi. Shohruz kelyapti, Shohruz. Короче, o'rtoqlar, Shohruzga gap yo'q, kommentariyaga Shohruz CVligini yozib qoldiringlar. Hammalarga mana shu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Biz yangi rubrikani sinab ko'rdik. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Keyingi safar qaysi blogerlarni chaqiraylik mana shu ko'rsatuvga va qanaqa shartlar bersak bo'ladi? Kommentariyaga albatta yozib ketinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha charchamanglar, sog' bo'linglar. Stand up yorib qo'ydim lekin ha. Va kamerani iloji boricha muzdek tashlayveringlar.